Bir inson faqir ekanda, kambag'al. Lekin orzusi hajga kelish ekan. Mana bor bizni diyorda ham bor, hamma diyorda bor. Faqir, kambag'al hajni qo'yib turing, umriga ham kela olmaydi. Umriga yo'q. Yana nima deydi deb telefon qilib. Bir orzori aksiyaligi yo'qmi deydi. Majburda puli yo'qligidan so'raydi. Puli bo'lsa u ham berib kelardi, puli yo'qligidan. Endi bor ba'zi bir boyvachchalari, o'lgan ot taqasini istayotganlar ham bor. Bir inson faqir ekan, kela olmas ekan. Qani endi kelsam xotiniga nima deyotgan? Hoji ham olib keldi siz, ha? Siz olib keldi. U olib kela olmagan ekan. Nima degan ekan? Qani endi pulim bo'lsa seni olib kelardim deb o'zi hajga keladi. Bundan 10 yil oldin bo'layotgan ish. Hajga kelib, ihrom liboslari bilan shu orqa tarafda biz turganda sal namdarog'iga ibodat uchun kelib, yo namozda bo'ladi, yo o'tib ketgan bo'ladi. Alloh Makka shahriga shunaqa shamol bergan, hayron qolasiz. Bu Allohning lashkarlari borda, bir zumda yer yuzini yo'qib qo'yishga qodir, kun fayakun. Bo'l desa bir pasda bo'ladi. Mana shu minoraga oling desak, minora. Shu minoraniga o'rnida diyor endi shu ko'rinishi, mo'ljal olishlik uchun. Minorani tayini qaranglar, ikkita miramir tosh yo'q. E'tibor berdinglar? Ha, ikkita miramir tosh yo'q turib, tugagan joyda. Bu bekarga emas. Buni ustida orqa tarafida kran turardi. Podyomniy kran. Keyin shamol bo'lganda mana shu Allohning qudrati bilan shu katta kran tushib ketgan. Xabaringlar bo'lsa kerak. Tushganda bir nechta odam o'lgan. Shulardan biri shu inson. Qarang, niyati nima edi? Ayoliga nima deydi? Bolalarim, qani endi meni molim mulkim. O'zi ham bir umr to'plagan ekan pulni, qarali yoshida kelgan ekan. Qani endi Alloh niyatiga yetkazib, hali odam o'lgandan keyin birinchidan eng katta martabada ketdi, Makkada o'tdi. Ikkinchi martabasi podshoh aytganki, shu oilasi bormi shu inson? Kelib bir otasini endi qabrini ziyorat qilgach, ibodatini qilib, hajlarini qilib ketsin. Kelib endi tabiiyki endi unaqa paytda qarindosh urug' ham ko'payib ketadi pulishga, bilasizmi? Men ham qarindosh edim, men ham bor edim. Endi nechta odam kelgan, xullas kelishgan hammasi. Hammasiga bergan. Kelgandan keyin ketayotganda endi quruq ketmanglar degan ekan. Hammasiga umumiy 1 million real bergan ekan. 100 ming emas, 1 million realda endi eplab qolashmen bo'lishib olinglar endi deb. Endi eplab bo'lishib olgan bo'lsa kerak endi. Bilasizlar, endi meros bo'lishda qiyini yo'q, ha? Nima deydi? Ummatimdan birinchi ko'tariladigan narsa bu meros degan. Meros ko'tarilib ketar ekan. Men ko'ramiz ancha-muncha meros ustida aka-ukalar bir umr 100 ko'rmas bo'lib ketadi. Opa-singillar, opa-ukalar, Alloh saqlasin. Shu yerda yana bir endi yosh bo'lsa ham bir kattalarga endi balkim to'g'ri bo'lsa kerak aytib qo'yishimiz. Ko'zini ochiqligida hamma bolani orasini kelishtirib qo'yish kerak. Senga ma'qul qolyapti, senga ma'qul qolyapti. Rozimisan? Hech kim mendan keyin yuz ko'rmas bo'lib ketishmagin, qolashib qolishmagin, bolam deb hammasini adolat bilan shunday ham, ha? Eng kenjasi yaxshi ko'rganiga yaxshisini berib yoki buni muqobilida farzandni ajratmasdan to'g'ri kimnidir qo'li ochiqroq bo'ladi. Alloh uni boyroq qilgan bo'ladi. Kimdir kambag'alroq bo'ladi. Rizq Allohning qo'lida-da. Qanday bo'lmasin, bo'layotganda nima qilinar ekan? Adolat bilan farzandlar orasida ertadan otam o'tib ketgandan keyin har eslaganda bo'lib bilan yonida bitta kalit turadi, buraladiganki, burab turadigan. Dadis ukangizga ko'p tashab ketgan, yo akangizga ko'p tashab ketgan demasdan, inshaalloh adolat bilan ish tutsak, maqsad teng ko'rishlik